어제부터 갈랐었어. 거짓말 치고 있는 아 진심? 하면서 한국. 난 처음에 방탄답지 않다라고 생각했는데. 난 오히려 방탄답다고 생각. 방탄하긴 해. 패싸움이야? Rambitis 2.0 4-chi qism sizlar bilan tuplashda Yuna. 안녕하세요. 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 Eshikdan kirishning o'zi qiziq emas. Jin bu kimning fikri edi? Bu mening fikrim emas edi. Bu Chunqurning fikri edi. Kirish juda aniq va zerikarli. Keyin esa pastdan chiqamiz. Biz qo'shiqlarimizda boshqacha qilishga qaror qildik-a? Har doim. Yo'q, bu mening fikrim emas edi. Bugun chunki Tefyun, bugun Messi. Biz uchun nimadir de. Avvalo salom aytamiz. Yaxshi Tefyun, bugun qayerdamiz? Biz hozirda San Xosedamiz. Biz Stenforddamiz. San Xosedagi Stenford, biz Kaliforniyadamiz. Bu Kaliforniyada. Agarda sen shimolga borsang, u yerda San Fransisko. Yaxshiyamki u o'sha yerda g'arbiy tomonda. Biz Amerikadamiz. G'arbiy tomonda. G'arbiy tomon Tefyun meni eshitishim bo'yicha bugun sen aytadigan gaping bor ekan. Bugun hamma bilan yaxshi ovqatlanmoqchi edim. Shuning uchun bu yerga mehmonni taklif qildim. Bugun bizni mehmon qilyapsanmi? Voy, bu Tefyun Streetning maxsus filmi. Keling, stol ustidagi kartangizdan boshlaylik. Ha, biroz vaqt o'tdi, yaxshi eshitildi. Operativlarni tayyorlashni boshlasak-chi, suhbatlashib ovqatlanaylik. Yungi so'nggi paytlarda dietada bo'ldi. Men gastrol paytida og'irlik qildim. Shuning uchun men biroz yo'qotishim kerakligini his qilyapman. Eng kulgulisi shundaki, faqat Yungi semirib ketgan. Faqat men kilogramm oldim. Ammo u mashq qilganda bu juda tez ketadi. Chunko'kning tanasiga qarang. Yungi mashq qilganda Chunko'k bilan solishtirganda, u juda tez ko'payadi. Yungi bilan qanday munosabatda bo'lishim kerak? U puflaydi aytishim kerakmi? U ramyonmi? Bu buratta pishloqi. Bu albatta juda mazali. Mazalimi? Yana oshqozon og'rig'i. So'nggi paytlarda bizda yomon kasallik bo'lganini aytishim kerakmi? Atrofda vabo nimadir aylanib yuribdi. Bu men bilan boshlandi. Biz buni sayohat vabosi deb ataymiz. Qachonki biz sayohat qilsak, kimdir to'satdan kasal bo'lib qoladi. To'satdan oshqozon kasali bo'ldi. Men ham kasal bo'ldim. Jungkook deyarli kasal bo'lmaydi. Lekin Jungkook juda kasal edi. U soat 19:00 da uyg'ondi. Jungkook va men bir xonadamiz va ikkalamiz ham. Men o'zimni kasaldek his qilganimdan so'ng yotib qoldim va adyol ostida 2 soat o'tkazdim. Menimcha biz yomon narsa yedik. Balki suvga moslashayotgandirmiz. Bu yerda suv bo'lsa kerak. Yaxshiyam biz turning o'rtasidamiz. Hammaning ahvoli qanday? Kaliforniyada ob-havo juda yaxshi. Hozir biz bu yerda ob-havo juda ajoyib. Menimcha men albatta Tim Kelliman. Tunda yugursang yulduzlar juda tiniq bo'ladi. Rostdanmi? Biz har doim mehmonxonalarda turamiz, lekin biz hammamiz villada birga yashaymiz. Va menimcha bu juda yoqimli. So'nggi paytlarda hammangiz nima qildingiz? So'nggi paytlarda hamma rostda ham jismoniy mashqlar bilan shug'ullandi. Pikkeballmi? Pikkeball fraksiyasi mavjud. Bu nima? Voy. Tefyun mezbonlik qilayotganda buni birga qilganini eshitdim. Voy, biftek juda ajoyib. Baliq ham juda yaxshi. Voy, bu yaxshimi? Rostdanmi? Wagyu? Bu Wagyumi? Voy, bu nima? Yaxshi topibsan Tefyun. Mayli, hamma birgalikda. Biz juda qattiq ishladik. Barakalla, bu faqat boshlanishi, lekin barchamiz uchun kurashamiz. Bu qanday vino? Yaxshi, biz hozir ichayotgan oq sharob. Chatto Montelena deb nomlangan 2023-yilgi Chardonnay. Bu qanday vino? Bu Napa vodiysidan olingan sharob. Rostini aytsam, men vino va spirtli ichimliklarning nomini bilmayman. Jimin oxirgi paytlarda vino bilan shug'ullanmoqda. Jimin vino tanlashda juda yaxshi. Oldin u suvchi yigit edi. Senda o'ziga xoslik paydo bo'ldi, shunday emasmi? Men faxrlanaman. Xo'sh, barchangiz mashq qilishdan tashqari yana nima qildingiz? Mashq qilish, pikkeball. Kecha men faqat ikkita narsani qildim, gitara va mashq qildim. Jungkook bilan birga ovqat pishirdik va o'yin o'ynadik, sujebi qildik. Namjoon, oxirgi paytlarda biron joyda sayr qildingmi? Men kecha San Fransiskoga bordim. Rostdanmi? Sen bordingmi? Men juda ham Namjoonni kuzatib borishni xohlayman. Juda ko'p joylarga. Men mehmonxonada bir kun ham o'tkazmayman. Rostdanmi? Ha, bir marta ham tashqariga chiqmaganman. Sen atrofda ko'rmaganim ajablanarli emas. Xonangda nima qilasan? Jungkook va men o'yin o'ynaymiz. Xuddi shu o'yinni o'ynaysizmi? Biz kecha bellashdik. Menimcha bu pikkeball boshlash uchun yaxshi chaqiriq edi. Men turnirga kirmoqchiman. Yolg'on gapiryapsan. Yo'q, men jiddiyman. Men havaskorlar turnirlari juda katta ekanligini eshitdim. Jungkook men rostdan ham jiddiyman. Hobby bilan dublyorlik qilaman. Biz chet elda bo'lganimizda, ular butun Shimoliy Amerikada bor, ular biz boradigan hamma joyda bor. Bu muxlislarga yoqadi. Demak, oxirgi paytlarda o'ylagan narsam shu. Nega o'sha paytda bunchalik qiyin edi?
BTS qachon gastrol qilgan edi? Ha, men bu haqida ko'p o'ylayman. Biz hozir juda sog'lom sayohat qilayotganga o'xshaymiz. Dam olishga vaqtimiz yo'q edi. Bizda dam olish uchun vaqt bor edi, lekin o'sha vaqt rostdan ham dam olish uchun sarflangan edi. Menimcha uxlash vaqti keldi. Bizda bu narsa bor edi. Biz konsertlardan tashqari vaqtimizni unumli foydalana olmadik. Chunki foydalanishga vaqt yo'q edi. To'g'ri, bizda nafaqat vaqtimiz yo'q edi, lekin biz uni qanday sarflashni bilmasdik. O'shanda biz nima qildik? Biz uxladik. Chunki dam olish kunlarida ham ko'rsatuvlar va intervyular o'tkazardik. Va hatto albomimiz ustida ham ishlagan vaqtimiz ham bo'lgan. Esimda, chunki bizning oxirgi gastrolimiz 2009-yilda bo'lgan edi. Esimda, o'sha gastrol davomida biz ishlaganmiz. Bizning Seven Map of the Seoul albomimiz, to'g'ri, siz qo'shiq so'zlarini yozgan edingiz. Biz 2009-yilda mehmonxonada ishlashni davom ettirdik. Biz shunday qildik. Ammo hozir konsertlardan tashqarida bu kichik xotiralar va shunga o'xshash daqiqalar. Menimcha biz ulardan maksimal darajada foydalanishga harakat qilyapmiz. Men bu turni siz uchun qulayroq qilishimiz kerakligini aytdim. Men buni ko'p marta keltirdim, lekin menimcha bu ancha yaxshi. Rostdan ham kurashgan ikki kishi bor edi. Namjoon va rostini aytsam Taehyun. Men juda sog'lom bo'lib ketayotganimni his qilyapman. Dam olish kunlarida biz kun bo'yi dam olamiz va shu kunlarda kechki ovqatni birga yeymiz. Bu menga juda yoqadi. Chunki u albatta yanada tinchroq. Vaqtni o'ylagandek tez o'tmaydi. Men mutlaqo hobbini gapiga qarshiman. Vaqt men uchun juda tez o'tyapti, chunki u o'zini yanada xotirjam his qiladi. Taxminan 12 dan 7 gacha nima qilishni bilmayman, shuning uchun 6-7 soat gitara chalib turaman. Yaxshi bo'lsa ham, men o'zimni yaxshilanayotgandek his qilyapman. Lekin vaqt men uchun sekin o'tayotgani bu qiyin degani emas. Bu avvalgidan ko'ra sekinroq tuyuladi. O'shanda hamma narsa juda qizg'in edi. Biz gastrollarga borardik va keyin biz Koreyaga qaytamiz. Va Koreya 33 yoshda. Keyin xotiralar uzoq davom etmaydi. Bu rost, menimcha shunday bo'lishi mumkin. Mening xotiram yetarlicha allaqachon yomon, shuning uchun bu safar ko'proq eslashga harakat qilaman. Ushbu turning hozirgacha siz uchun eng esda qolarli qismi qaysi bo'ldi? Birinchi konsert. Juda ko'p yomg'ir yog'gani uchunmi? Juda ko'p yomg'ir yog'gani uchun. Ha, go'yan konsertni unutib bo'lmaydi. Shuncha yomg'ir yog'di va sovuq edi. Yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'ayotganda turganimizda kulishdan o'zimni ushlab tura olmadim. Bu juda kulgili edi. Lekin bugun bu meni yig'latyapti. Shunday qilib biz tugatdik. Koreya va Yaponiya va endi AQSh. Har birimiz har bir shahardan eslab qolgan bir narsa haqida gapirishimiz kerakmi? Men rostdan ham Vikning kemasi Tampa bo'lgan joyni eslayman. Ha, Tampa bu bizning birinchi bekatimiz bo'lgani uchun biz hozirgacha Tampa va El Paso va Meksikani eslaymiz. Stadion shunday o'ziga xos ko'rinishga ega edi. Ha, uning rostdan ham o'ziga xos jozibasi bor edi. Men El Paso ajoyib deb o'ylardim, chunki u kino to'plamiga o'xshardi. Tog'lar. El Pasodagi Ramyo ham juda yaxshi edi. Ha, yaxshi edi. U yerdagi Ramyo juda yaxshi edi. So'nggi paytlarda ko'plab yaxshi restoranlarga bordik. Bugungi kunda 7 kishi birga yurganimizdan beri Xobi har doim so'raydi. Men Xobi bilan bir mashinada yurganim uchun har doim birga mashinada bo'lganimizda u yaxshi nimadir topdingizmi deydi. Biz bu yerda qaysi nuqtaga to'g'ri keldik? Men Meksikani juda yaxshi ko'rardim. Meksika shahridagi odamlar juda zo'r edi. O'ylaymanki, bu rostdan ham ta'sirli bo'ldi. Ular kuchli taassurot qoldirdi. Milliy saroy u yer rostdan ham porloq edi. Lekin eshitishim bo'yicha binoning yoshi yuzlab yillar ekan, ular bunga juda yaxshi raqamli qilishlari kerak. Siz haqiqatda ham bino ichidagi tarixni ko'rishingiz mumkin edi. Tushuntirishni eshitib hammamiz birga yurardik. Lekin derazalar oldida juda ko'p odamlar bor edi. Bu bayram tufaylimi yoki biz uchunmi bilmadim. Bunday voqeaga birinchi marta guvoh bo'ldikmi? Biz u yerda chiqishimiz kerak edi. Men Meksikadagi eng katta stadionni qidiraman. Yana, u har doim narsani qidiradi. Men bunday narsalarni qidirishni yaxshi ko'raman. Bu juda qiziqarli bo'lardi. Turli mamlakatlardagi maydonlarga borib, u yerda chiqish qilish. Bu juda qiziqarli bo'lardi. Men uchun konsertlar paytida men eng katta titroqni boshdan kechiraman. Armiya qaysi davlatda bo'lishimizdan qat'iy nazar birga aylan qo'shig'ini kuylashi bu sizni haqiqatda ham hissiyotga aylantiradi. Men ularni ko'rishni yoqtirardim. Avvalgiga nisbatan ko'proq zavq olaman. Va Tokyo Army dam olishda rostdan ham ancha yaxshilandi. Ular juda ko'p zavqlanishdi. Yaponiya o'zini ilgari u yerda ijro etganimizni juda farq qiladi. Rostdan ham ular bizni qanchalik sog'inishganini his qila olasiz. Menga yoqadigan narsa shu ediki, ular telefonlarini ko'tarmasdilar. U yerda umuman telefonlar yo'q edi. Yaponiyadagi boshqa san'atkorlarning shoularini ko'rganda hammaning telefoni bor edi. Billi Eilish yaqinda intervyu berdi. U nima dedi? Men juda qiziqaman. Aytmoqchimanki, uning ham fikri bor. Albatta, lekin xo'sh, nima dedi? Hech kim bizga u nima deganini aytmayapti.
Telefonlarni ushlab turish va suratga olish ular konsertlardan zavqlanishlarining bir qismidir. Mayli, uni men nazarda tutayotganini tushundim. Menimcha odamlarga ularni qo'yib yuborish yoki qilmasligini aytish rostdan ham bu bizning ishimiz emas. Menimcha bu mamlakatga bog'liq. Ba'zi odamlar telefonlarini ko'tarib turishadi, lekin baribir sakrab o'tirishadi va zavqlanishadi. Ammo bunday odamlar ham bor. Ular suratga olishadi va chinakam zavqlanish vaqti kelganda telefonni qo'yishadi. Ular zavqlanadi va keyin yana ushlab turishadi. Biz buni o'z ko'zlari bilan ko'rishlarini xohlayotganimiz uchun aytyapmiz. Telefonlari bilan emas va o'sha kuni o'zingizni baxtli his qiling. Bundan tashqari bu ularning o'ziga xos videosiga aylanadi. Buning hammasi chunki biz 7 kishi uzoq vaqtdan keyin yana birga ishlaymiz. Bunday fikrlar paydo bo'ladi. Biz yana birga ishlayotganimizdan beri muammolar. Mayli, davom etaylik. Yaxshi, xo'sh, qanday? Nima? Bu men bilan qanday ishlaydi? Men bilan qanday ishlayapti? Xursandman. Biz 7 kishi birga yig'ilganimizga shuncha vaqt bo'ldi. Hech qachon zerikarli daqiqa bo'lmaydi va hatto xato qilsa ham mening bir qismim bor, ular hammasi buni hal qiladi deb o'ylaydi. Shuning uchun men o'zimni juda qulay his qilaman. Men yakkaxon ishlarni qilganimda men o'zimni boshqalar nima qilishayotganiga hayronman. Menda shunday paytlar bo'lgan. Umuman men buni tushunaman. Biz guruh bo'lib ishlayotganimizda biz hammamiz u yerda bir xil narsani qilamiz. Bu tasodifiy fikrlar yo'qoladi. Men ham qiziqaman, shuning uchun men har doim qo'llab-quvvatlash jamoamizni so'rayman. Hobby bugun nima qilyapti? Jimin bugun nima qilyapti? Men ham shunday qildim. Men uchun Namjoon va men hozir bir binodamiz va u soat 10 ga qadar qaytib kelmaydi. O'zingiz uchun hamma joy bordek tuyulishi kerak. Qaytganimizga qancha vaqt bo'ldi? Deyarli 2 oymi? Ba'zi narsalar borki, men yaxshiroq bo'lishini xohlardim. Lekin biz qo'limizdan kelganini qildik. Shaxsan men o'ylayman. Ajoyib qaytdik. Men ham shunday deb o'yladim. Biz qattiq mehnat qildik va qo'limizdan kelganini qildik. Biz rostdan ham qattiq mehnat qildik va biz qo'limizdan kelganini qildik. Rostini aytsam, men albomimizni juda yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Shaxsan men bizda faqat 7 kishi uchun sinfxonasi bo'lsa edi. O'ylaymanki, agar biz buni qiladigan bo'lsak, u singl bo'lishi kerak edi. Studiya albomi o'rniga biz ajraldik, chunki studiya albomida juda ko'p treklar mavjud. Menimcha, studiya albomlari bu davrga to'g'ri kelmaydi. Chunki 14 ta qo'shiq bor, biz har birini shuning uchun ko'p kuch sarfladik. Bu sodir bo'lgani uchun bu shunchaki barchasini kuylayolmaymiz. Ba'zi treklarni ijro etib tinglab bo'lmaydi. Shunchaki bo'linib ketganini uyat deb bilaman. Yoki to'liq studiya albomiga boraylik, like bilan 30 ta qo'shiq. Arirang 1, Arirang 2. Yo'q, biz Arirangni allaqachon qilganimiz uchun Sirirang bilan borishimiz kerak. Keyingi studiya albomi Sirirang bo'ladi va bundan keyin Army Swim qo'shig'ini men kutganimdan ham ko'proq kuylaydi. Men Swim so'zining ma'nosini shunday tushunaman. Bu romantikaga ega qo'shiq. Bu xabar va biz aytmoqchi bo'lgan narsa ma'nosi bor. Bu BTS. Bu davrda ma'no bor. Biz ushlab turishga harakat qilayotgan narsa bor. Avvaliga bu juda BTS emas deb o'yladim. Lekin bu juda BTS, men buni BTS deb o'yladim. Namjoon yozgan so'zlarni ko'rganimdan so'ng men buni juda tushundim. Va men bu qo'shiqni chiqarishga butunlay rozi bo'ldim. Lekin men buni tushuntirish jarayoni deb o'ylayman. Va buni ko'rsatish biroz kam edi. To'g'risini tushuntirishga imkonimiz yo'q edi. Bizning qo'shig'imiz shu haqida deyishimiz uchun buni o'z so'zimiz bilan tushuntiramiz demoqchimisiz? Rostdan ham ideal emas, to'g'rimi? Bu rostdan ham biror narsani o'zgartiradimi? Qo'shiqni qo'shiq deb talqin qilishimiz kerak. Buni tinglovchining o'zi hal qiladi. Ko'rib chiqmayapmiz, aytsak ham, men tushuntirish bilan nima nazarda tutyapman? Masalan, musiqiy video yoki albom kabi narsa o'ylamakki qaysi ko'rsatuvlar ham bog'liq. Albomni o'zimiz qanchalik yaxshi tushunamiz. Shunga qaramay men bizni deyarli oxirgi himoya chizig'i sifatida ko'raman. Xabar berish nuqtai nazaridan. Va dunyoga biror narsa qo'yish. Biz hali ham biror narsa haqida gapira oladigan oxirgi avlodlarimiz, chunki biz 7 kishimiz. O'ylaymanki, biz yetkazib bera olamiz. Ko'proq kepib yo'naltirilgan va universal xabar. Menimcha, Sevimning o'zi juda yaxshi pop qo'shig'i. Lekin u Arirang tushunchasi bilan bog'liq edi. Va keyin bizning qaytishimiz bilan biz juda ko'p ish qilishimiz kerak edi. Shuning uchun Sevimga yetarlicha vazn berish qiyin edi. Bu nima? Menimcha har bir kishi bittadan oladi. Bu yerdagi tomlar juda afsonaviy. Juda afsonaviy voy. Yaxshiyamki keyingi albom uchun biz tayyorlaymiz. Chunki hozir bizda bu xotira bor. Ehtimol biz bu narsalarga batafsilroq yondashamiz. Bu ham, lekin biz ham oddiy tutishimiz mumkin. O'ylaymanki, biz biroz orqaga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin, chunki biz allaqachon bir marta kirganmiz. Bu albom biz bosimni bartaraf eta olmaydigan biri edi. Aynan biz bir marta kirganimizdan keyin ehtimol keyingi safarni osonlashtiramiz. Biz boradigan katta shaharlarni bilasiz, Nyu-York, Los-Anjeles yoki Parij kabi. Bunday joylarda biz bir kunlik mashg'ulot o'tkazishimiz mumkin edi. Men allaqachon birini band qildim. Bu qiziqarli bo'lganga o'xshaydi. Men ham bittasini burun qilganman.
근데 우리 Lekin gap shu, agar biz yoqtirgan qo'shiqni topmasak hech narsa chiqmaydi. Agar qilsak bizga yoqadigan qo'shiq bo'ladi, biz buni mutlaqo qilishimiz kerak degan qo'shiq, keyin biz buni qilamiz. Siz narsalarni amalga oshirishda ajoyibsiz. Yo'q, biz hozircha og'zimizni yugurishda ajoyibmiz. Siz shunchaki narsalarni u yerga tashlashingiz kerak. To'g'ri, bu haqiqat. Buni yolg'iz o'ylashning o'rniga va men buni haqiqatdan ham qilishim kerakmi yo'qmi deb o'ylayman. Avval uni tashlab yuborganingiz ma'qul. Ha, tekshiruv missiya bo'lgani uchun keling buni tekshiruv bilan birga qilishga harakat qilaylik. Yaxshi missiya va yaxshi eshitiladi. Los-Anjelesga yozib borish sessiyasini burun qilishimiz kerakmi? Xuddi shunday, iltimos bizga mazali buyurtma bering. Mayli, hammamiz biz 13 yillik yubileyimizda bizda har yili festa bor, shunday emasmi? Bu safar oilaviy suratimizni qayerda oldik? Biz buni shu yerda oldik, aynan shu yerda. Biz buni bugun oldik, ha. Voy, lekin biz 13 yildan beri birga bo'lganimiz hayratlanarli. Biz bir-birimizni anchadan beri bilamiz, rostdan ham biz hozir boshlang'ich maktabdamiz. Yo'q, biz xalqaro yoshga kirganimizdan beri boshlang'ich maktabni bitirganmiz. Biz hozir o'rta maktabning birinchi boshlayotgan bo'lardik. Oldinda hali ko'p yo'l bor va oldinda Pusan konserti bor. Biz sovg'a tayyorladik. To'g'ri, biz sovg'a tayyorlaganimizni rostdan ham aniq qilishimiz kerak. Biz buni aniq qilishimiz kerak. 13 yil birga bo'lgandan keyin bu vaqtda Pusan konsertini qila olish vaqt ajoyib va ma'no ajoyib. So'nggi 13 yildagi ajoyib ish. Namjunsiz bu gapni aytish biroz g'alati tuyuladi. Lekin men uchun Namjun ajoyib ish qildi. Ilgari men hasad qilardim musiqa shoularga borganimizda va katta san'atkorlarni ko'rganimizda. Uzoq vaqt birga bo'lgan. 같이 이렇게 계속 함께 하시는 선배님들. Biz debyut qilganimizda Shinhua ehtimol o'z karyeralarini aynan shu nuqtada bo'lgan edi. O'shanda 13-15 yil oldin rostdan ham. Bu yilning 13-iyun kuni tadbir o'tkazyapmizmi? Spinebreakerga ruxsat berishimiz kerakmi? Nega meni so'rayapsiz? Siz xoreografiyasini yaratdingiz-ku. Jin 2 yil oldin harbiy xizmatdan bo'shatilgandan so'ng darhol festani o'tkazdi. Men harbiy xizmatda bo'lganim uchun buni sog'indim va quchoqlash tadbirini o'tkazdim. Men quchoqlash marosimini o'tkazdim. O'tgan yili biz shtatlarda edikmi? Men va Hobbi bu hammamiz bo'shatilmasimizdan oldin edi. Bu men va Jin edik, to'g'ri. Bizni 11-12 kunlari bo'shatishdi. Va siz ijro etdingiz. To'g'ri, men 13 kuni chiqish qildim. Men faqat Jinning bo'shatish vaqtini birlashtirganini ko'rgan edim. Quchoqlash marosimi bo'ldi. Ha, bu 13-iyun kuni edi. Videolar ko'p edi, to'g'rimi? Ha, ijro etayotganingizdan sizni shunday titrab ko'rmaganingizga ancha bo'lgan edi. U titrardi. O'shanda u juda asabiy edi, Bu mening bo'shatilganimning keyingi kuni edi. Ajablanarli shunday ediki, siz buni qildingiz. Kim bo'shatilgandan birga o'tgandan keyin ijro etadi? O'shanda guruh bola fest o'tkazganimizga ancha bo'ldi. Mushtlashishmi, nima? Men noto'g'ri eshitdim. Guruh bo'lib mushtlashganimizga ancha bo'ldi deb aytdingiz deb o'yladim. Menimcha bizning jamoamiz unchalik jangovar kuchga ega emas. Yaxshi, harbiy xizmatimizni tugatgandan so'ng 우리 성장한 7 BTS qanday? BTSdan farqli. Biz harbiy xizmatga borishdan oldin 4 yil oldin 20 yoshga kirganimizda o'shanda biz 20 yoshda edik, lekin hozir 30 yoshdamiz. Bu juda aniq. O'sha paytda Jan allaqachon 30 yoshda edi. Yungi ham 30 yoshda edi. Siz xalqaro yoshga borishingiz kerak. Men 29 yoshda edim. Haqiqatan ham 20-30 yoshingiz o'rtasida katta farq bormi? Rostdan ham emas, bundan ham ko'proq. Mening chidamliligim biroz pasayib ketdi. Mening fikrim juda o'zgardi. O'shanda men ishga kelganda hech ham ikkilanmasdim. Men hech narsadan uyalmadim. Hali ham shunday emasmisiz? Siz hozir uyatchanmisiz? Men rostdan ham masalan nima haqida? O'ylaymanki, men biroz qo'rqinchli mushuk fikriga ega bo'ldim. Bilasizmi, biz ishlayotganimizda biror narsani suratga olish kabi. Yoki bilasizmi, musiqiy video suratga olish, tushunishimcha qachonlardir u otishmalarga borardi. U men cho'kukman keling kabi bo'lardi, lekin endi u biroz ko'proq o'ylaydi. Shunday qilib, endi men agar formada bo'lsam yaxshiroq ko'rinardim. Yoki agar men buni qilsam, menda ham bor. Men hozir juda yomon ko'rinyapmanmi? 그런 거 있잖아. O'ylaymanki, mening fikrlarim hozir biroz pishgan. Bizning ishimiz haqidagi fikrlarimdagidek. Qo'limdan kelgani uchun ko'proq minnatdorman. Bu ishni bajarish uchun albatta, chunki men shunday deb o'ylayman, albatta minnatdorimiz har daqiqa qadrli bo'ladi, qimmatli. Katta bo'ling. Ha, shunday. Biz gastrolda bo'lganimizda birga ovqatlanamiz. Birga o'yin o'ynash, birga ichish va bularning barchasi. Demak, hozirgi vaqt qimmatroqdek tuyulyaptimi, xotiralar? Agar ilgari bo'lsa, vaqt shunchaki o'tib ketardi. Endi o'sha lahzalar miyamga yozib qo'yilgandek tuyuladi. O'ylaymanki, men ruhiy jihatdan ancha xotirjam bo'ldim. O'sha paytlarda suratga olish paytida jahlim chiqadigan paytlar ko'p bo'lardi. Va his-tuyg'ular baland bo'lganda o'ylaymanki, men buni ko'proq ifodalaganman, lekin shu kunlarda menimcha bu sodir bo'lishi mumkin deb o'ylashni yaxshiladim. To'g'ri, sizda buning uchun ko'proq joy bor. O'ylaymanki, biz yanada xotirjam bo'ldik. Men bu kunlarda deyarli hech qachon g'azablanmayotgandek his qilaman. To'g'risi, jamoaning o'zi u qadar o'zgargan deb o'ylamayman.
Hech qanday katta o'zgarishlar bo'lmadi, lekin baribir biz individual ravishda o'zgarganmiz, lekin jamoat sifatida birlashganimizda bu individual o'zgarish jamoaga qo'shilib ketgandek tuyuladi. Rostini aytsam, o'sha vaqtga nisbatan shaxsan men juda o'zgarganman. Men deyarli 180 daraja o'zgarganman deb o'ylayman, lekin men jamoaga aralashib qolganimda men o'zimni eskidek his qilganman. Siz bilan yakkama-yakka gaplashganimda o'zgarib qoldimi, chuqurlashib ketdimi deb hayron bo'ldim. Lekin seni shunday ko'rib, o'zingga o'xshaysan. Hammamiz birga bo'lganimizda shunday bo'ladi. Menimcha zamon endigina o'zgardi. O'rtada Covid bor edi. Va keyin AI va qisqa shakldagi kontent paydo bo'ldi. Hammasi juda tez. Odamlar qanchalik o'zgarganiga qaraganda, jamiyatning o'zi hozir butunlay boshqacha. Bu mutlaqo boshqa davr. Zamon juda tez o'zgarmoqda. Rostini aytsam, energiya haqida o'ylamayman. Biz 7 kishi haqiqatdan ham o'zgarmaganmiz. To'g'rirog'i zamon endigina o'zgardi. Menda shunday fikr bor edi. Aytganingizdek shaxs sifatida biz hammamiz o'z hayotimizning yaxshi narsalarini olib o'sganmiz. 성장을 했는데 Lekin men guruh sifatida birga bo'lganimizda nima o'zgarganini o'ylasam, hammamiz yumshoqroq bo'ldik. Biz avvalgidek urushmaymiz, o'rtamizdami? O'rtamizda janjallashadigan narsa yo'q. Endi biz yana birga kunlarimizni o'tkazamiz. Ehtimol hazil bo'lishi mumkin, lekin men ilgari bu jinni xafa qilishi mumkin deb o'ylagan bo'lar edim, lekin Jim uni tozalab tashladi. Yoki men shunday deb o'ylayman, ha, Jimin aqldan ozganga o'xshaydi. Lekin u shunday bo'lardi, men shunchaki ochman. Biz narsalarni siljitishga harakat qilamiz, lekin biz katta bo'ldik. Men kutganimdan ham ko'proq hozir hammamiz 30 yoshdamiz. Jang qilishning ma'nosi yo'q. Biz bularning barchasini allaqachon qildik. Biz hammamiz boshqa guruhlarga tegishlimiz. O, harbiyni nazarda tutyapsizmi? Rostini aytsam, bu ham harbiylar bu yerdan BTS kelajagi haqida qanday fikrdasiz? Yorqin albatta. Qanday bo'lmasin, bu rostdan ham turning boshlanishi, hal qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Ana 2 oy bo'ldi, qilish kerak bo'lgan narsalar va boradigan joylar juda ko'p. 근데 난 투어 돌아보면서 Lekin men buni gastrol paytida angladim. BTS hali ham kuchli. Biz Meksikaga borganimizga deyarli 10 yil bo'ldi. Lekin odamlarning bizni shunchalik sevishini ko'rish orasida ham sog'lom bo'lib yaxshi yakunlaylik. To'g'ri, sog' bo'ling. Umid qilamanki, biz buni yaxshi yakunlaymiz. Umid qilamanki, biz bu sayohatni sog'lom yakunlaymiz. Umid qilamanki, boshqa vabo tarqalmaydi. Keling, yaxshi ovqatlanaylik va yaxshi uxlaylik. Chet elda kasal bo'lish eng yomoni. Keling, muxlislar bilan qiziqarli tarzda yakunlaymiz. Unda Tishun bizga yakuniy izoh ber. Chunki biz nihoyat armiya bilan uchrashamiz. Keling, ular ketmoqchi bo'lgan narsalarni aytib, buni chiroyli tarzda yakunlaylik. Yaxshi eshitiladi. Nega buni bunchalik buyuk qilyapsiz? Nega unga bunchalik bosim o'tkazyapsan? Qolgan 6 og'iz bir og'iz so'z aytmang. Tishun eshitayotganda shunchaki bosh silkiting. Endi u BTSni boshqaring, biz faqat BTS deymiz va boshqa hech narsa. U hozir egizaklardan so'rayapti. BTS deyishimiz kerakmi va tagiga qaytib ketasizmi? Ha, shunday qilamiz. Qiziq, u nimaga qaradi? Bu juda kulgili. Oxirgi savolim sharob haqida edi. Shuning uchun u menga tasodifiy sharob javobini berdi. Hurmatli 14 yillik vino muxlislarimiz. Nima uchun u sharobni keltirib chiqaradi? Bu Napa vodiysida olingan sharob. Yaxshi, biz uzoq vaqtdan keyin qaytib kelgan bo'lsak ham, siz o'sha yerda biz tomonda qoldingiz, har doim bir xil tarzda. 주셔서 정말 저희는 Va bu bizni juda baxtli va minnatdor qildi. 생각합니다. 많은 Ishonchim komilki, siz bizni uzoq kutgansiz. 저희를 기다리셨겠지만 저희도 Lekin biz ham shu daqiqani juda uzoq kutdik. 이 순간을 정말 기다려 왔었습니다. Oldinda juda ko'p voqealar bor, shuning uchun umid qilamanki, biz birgalikda har birimizdan zavq olamiz. Va BTS dunyo bo'ylab tur arirangni yakunlang. 마무리할 수 있도록 Baxtli va muvaffaqiyatli. Kelgusi festa, shuningdek festa tadbirlari, 또 이제 부상은 콘서트 bizda Pusan konserti bor, shuning uchun ularni intiqlik bilan kuting. Bu BTS edi, ammo biz yugurishda davom etamiz. 많이 달리겠습니다. Bu nimani anglatadi? Oxiri shunday. Tishun. 저희의 Bizning yugurishimiz. Nima? Yugurish? Bizning 저희 7명의 7 kishilik sayohatimiz davom etadi. Pastga tushing, pastga tushing. Yaxshi, pastga tushing. O, tagiga kirishimiz kerak. Pastga tushasizmi? Biz pastga tushishimiz kerak.